Bugun sizlar bilan kanalimda o'zim bilan bugun Samsung telefonida bitta ikkita nastroykalarni o'rganib ketaman. Chunki zaryad bo'yicha mana bu zaryad foizini ko'rsatish degan joylari bor. Chunki bu yerda zaryad foizini ko'rsatib turadi. O'shani chiqarishni, tez zaryadlashni, yoqishni o'rgataman. Bo'lmasa ketdi. Va bu yerdan batarya va qurilma ta'mirlashga kiramiz pastroqda. Hozir avtomallashtirishni bo'lsa, batarya ziyon tegayotgan telefonga hamma narsasini o'chirib qo'yadi. Albatta, tozalab, yaxshilab ishlaydigan qilib qo'yadi. Bu yerdan mana batarya tizimiga kirib olamiz. Va bu yerda qaysi ilova qancha ko'p batariyani yeyotganligini ko'rsangiz bo'ladi. Keyin qo'shimcha parametrlar pastda degan joy bor. Mana shundan kiramiz. Shunday joy bor. Keyin mana bu yerda qancha ko'p zaryadni ishlatayotganini ko'rsatib turibdi mana shu. Keyin qo'shimcha parametrlarga kirsanglar, bu yonda mana shu zaryadnik shular ko'rsatib qo'yibdi. Bularni masalan men buni o'chirib qo'ysam, qaranglar, o'chirib qo'yaman hozir. Batarya tepada batarya foizi ko'rsatmayapti. Hozir yoqaman. Endi yoqsa ko'rsatyapti. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi, shuning uchun qo'yapman. Tez zaryadlashni yoqib qo'ysanglar, o'chirib qo'ysanglar, telefon sal astroq zaryad oladi. 15 minut orqali zaryadlanadi, bo'lsanglar tez zaryadlanadi. Agar batarya himoyasini bossanglar, telefon zaryadga qo'yganda 85% zaryad olgandan so'ng avtomatik zaryad olishni to'xtatib qo'yadi. Bu funksiya batariyani yaxshi ishlashiga va ko'pcha ketishini ta'minlab beradi albatta. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz, akalarim. Davay.